kanaliga bugun sizlar bilan 4-mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz indefinite articles. Ya'ni a va n artiklini o'rganamiz. Bizda indefinite articles degani noaniq artikllar. Hop, a va n artiklining tarjimasi bitta degani. Ya'ni biz uni faqat birlik narsalar uchun, ya'ni birlik va sanaladigan narsalar uchun ishlatamiz odatda. A article qoidasini ko'radigan bo'lsak, we use a before consonant sounds. Ya'ni biza a artikleni undosh tovushlar oldidan ishlatamiz. Misol uchun a house, bitta uy, a book, bitta kitob, a dog, bitta kuchuk, a car, bitta mashina, a ruler, bitta chizg'ich. N artikleni qoidasini ko'radigan bo'lsak, we use n before vowel sounds. Ya'ni biz n artiklini unli tovushlar oldidan ishlatar ekanmiz. Misol uchun an apple, an egg, an orange, an insect, an hour. Ya'ni bitta olma, bitta tuxum, bitta apelsin, bitta hasharot va bir soat. Unli harflar bizda A, E, I, O, U. Hop, bizda istisno holatlari ham bor. Boya aytib o'tganimizdek, biza har doim undosh tovush bilan boshlansa, undosh harf bilan boshlansa, a artiklini qo'ymaymiz. Ya'ni biza ko'proq uni talaffuziga qaraymiz. Ya'ni bu yerda age bizda undosh harf, lekin biz buni oldidan n ishlatamiz. Sababi bu hour emas, hour deb talaffuz qilinadi. Shuning uchun ham biz n artiklini ishlatganmiz. Keyingisi ham xuddi shunaqa, honest man emas, honest man. O'shaning uchun ham biz bu yerda n artiklini ishlatganmiz, ya'ni honest, unli bo'lib ketyapti. N hair deb emas, n air deb talaffuz qilamiz. Hop. A artiklida ham xuddi shunaqa. Ya'ni har doim harf unli tovush, harf unli lekin tovush undosh bo'lsa, endi bu holatimizda ham shunaqa. Ya'ni har doim unli harfli kelsa, bu degani n artiklini ishlatamiz degani emas. Ya'ni biz unli harflar kelsa, a artiklini ishlatishimiz ham mumkin ekan. Misol uchun bu yerda a university, ya'ni university, ya'ni y talaffuz qilyapti. Y bizda undosh harf. Ya'ni talaffuz undosh bo'lib ketyapti. Shuning uchun ham biz bu yerda a artiklini ishlatdik. Keyingi holat ham xuddi shunaqa. A European country, European, ya'ni y bo'lib ketyapti talaffuz. Shuning uchun ham biz a artiklini ishlatdik. Keyingisi ham xuddi shunga o'xshaydi. A one day trip. Nimaga bu yerda aytishinglar mumkin? O bizda unli harfi, undan oldin n keladi deb aytishinglar mumkin, lekin biz bu yerda buni one, ya'ni v bo'lib ketyapti. O'shaning uchun ham biz a artiklini bu yerda ishlatganmiz. Qisqa xulosa, ya'ni agar undosh tovush bo'lsa, biz a artiklini ishlatar ekanmiz. Ya'ni unli tovush bo'lsa, biz n artiklini ishlatar ekanmiz. Hop. Ya'ni boya aytib o'tganimizdek, bizda unli harflar A, E, I, O, U. Do not look at the letter, listen to the sound. Ya'ni harflarga e'tibor bermang, tovushni eshiting.
Ya'ni biza har doim talaffuzga qarab an artiklni qo'yamiz. Mana shu eng, kerakli bo'ladigan qoida. Ho'p, bu yerda endi o'zinglar, mashqlarni bajarib ko'ringlar. Talaffuziga qarab har biriga artikl qo'yib chiqasizlar. Hop, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darsimizni kutib qoling va sog' salomat bo'ling.